Hayotda shiorimiz o'zim bo'lay. O'zimni bilishim kerak. O'zingni qadringni bil. O'zingni o'yla. Birodar, o'zini qadrini bilsa, o'zini o'ylasa, o'zi uchun yashasa, o'zi uchun yaxshi ko'rsa, bo'lmasa o'lganda tobutini o'zi ko'tarsin. Birodar, hech zamonda jamiyat, islomiyat, din bizni jamiyatsiz najotga yetishligimizni buyurmadi bizga. Ihson ber dedi. Kimga berish kerak? Inson o'zini biladigan odam ihsonni o'ziga beradimi unda? Birodar, birodariga ihson qil dedi. Rasululloh nima dedilar? O'zingni duo qilgandan ko'ra birodaringni haqqiga duo qil. Farishtalar seni duo qiladi. Va laka misla zalik deydi. Sen farzand qo'shnini duo qilasan. Birodarim qo'shnim,